Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi mavzuyimiz siydigini uzoq vaqt, ko'p vaqt ushlab turadigan insonlar uchun. Ayrim holatlarda tahoratim buzilib qolmasin deb insonlar kerak bo'lsa ertalab tahorat qilgan bo'lsa asrgacha hatto siydigini ushlab turadi. Ayrimlar esa ma'lum bir majlislar, ishlar bilan bo'lib juda ham uzoq vaqt davomida siydigini ushlab turishiga majbur bo'lib qoladi va bu siydikni qovuqda uzoq vaqt davomida siymasdan ushlab turishi qanday oqibatlarga olib keladi? Mana shuni video davomida to'liq tushuntirib beramiz va buni oldini olish uchun qanday yechimlar qilishimiz kerak shu haqida ma'lumot beraman. Demak, bizada qisqagina, oddiygina grafik ko'rinishida tasvirlab berdim. Buyraklar, endi rasm o'xshamagan bo'lsa ham siydik naylari va qovuq. Qizil tarzda bu siydik shartli ravishda belgi qo'yilgan siydikka. Demak, buyraklarning vazifasi biza ichgan suvimiz ichaklar tomonidan so'riladi, qon tizimiga tushadi va buyraklar filtratsiya qiladida siydigimizni tashqariga chiqarib beradi. Siydigimiz orqali turli xildagi organizmdan mochvina, kreatinin, turli xildagi tuzlar, moddalar almashinuvi mahsulotlari tashqariga chiqib ketadi. Ya'ni oddiyroq qilib aytsak, buyrak organizmdagi yomon narsalarni filtrlab siydik orqali chiqarib olishga yordam beradi. Endi shunaqangi holatlar bo'ladiki, ayrim paytlarda insonlar kun davomida siydikni ushlab yurishga harakat qiladi. Masalan, keladida shikoyatini aytadi: "Doktor, men kuniga 4 marta hojatxonaga boryapman." Juda ham yaxshi, xursand bo'ling. Siz demak baxtli insonsiz. 4 marta hojatxonaga borayotgan bo'lsangiz, shuni oldinlari 1 marta yoki 2 marta borardim deydi. Ya'ni ertalab 1 marta chiqsa, shu bilan kechqurungacha bemalol yurgan, qovug'ida 700-800 grammgacha siydigan, ya'ni ayrim insonlar mana shu holatni normal holat deb biladi. Bu holat siydik yo'llaridagi turli xildagi muammolarga, kasalliklarga olib keladi. Demak, oddiy qilib tushuntiraman. Birinchi navbatda buyrakdan siydik ajraldi, qovuqqa tushdi, qovuqqa yig'ildi. Qovuqni o'rtacha hajmi taxminan 300 gram yoki 400 gram. Demak, o'zi odatda 300-400 gram qovuqda siydik yig'ilgan holatda bemorda siydikka qistov paydo bo'lishi kerak. Ya'ni hojatxonaga bor degan signal paydo bo'lishi kerak. Va shu signal orqali bemor hojatga borib, qovug'ini to'liq bo'shatadi va o'zida yengillik hissini sezadi. Agarda buni yig'aversa, taxminan ayrimlar 600 gram, ayrimlar hatto 1 litrgacha ham maqtanib siydigini yig'ib yuradi. Bunaqa holatda nima bo'ladi? Qovuqni devori detruzor deyiladi. Bu devori siydik ko'p miqdorda yig'ilgandan keyin asta-sekin cho'zila boshlaydi mana shu devor. Ya'ni buning cho'zilishi natijasida qovuqda taranglash paydo bo'ladi va bu bevosita pastki qismda turgan hatto prostataga ham ma'lum bir miqdorda kompressiya paydo qiladi. Ya'ni prostataga bosim beradi. Prostataga bosim bergandan keyin siydik yo'lida albatta prostatada qon aylanishi buziladi hamda prostatadagi muammolarni paydo qila boshlaydi. Juda ham devor cho'zilib ketgandan so'ng, ko'p miqdorda siydik yig'ilgandan so'ng, agarda qovug'ini bo'shatadigan bo'lsa, bu yerda nerv sezuvchanligini pasayishi natijasida ma'lum bir miqdorda siydik qolib ketadi. Masalan, 1 litr 600 gramga yaqin siydik yig'adida, hojatga boradida taxminan 100 gramga yaqin siydik qolib ketadi. Bu qolib ketgan siydik nimadir xavfli jihati bormi? Ha, albatta. Ko'p miqdorda turib qolgan siydikda bakteriyalar juda ham yaxshi ko'payadi, chunki ular uchun zo'r sharoit. Bakteriyalar bu yerda ko'paygandan so'ng bu bevosita qovuqni o'zida va prostatada va hatto agarda infeksiya bakteriyalar buyrak tomonga ham chiqsa, buyrakni o'zida ham shamollash, yallig'lanish holatini keltirib chiqarishi mumkin. Bundan tashqari, bu doimiy ravishda tarang turgan qovuq asta-sekin o'zini sezuvchanligini pasaytirib boradi va bemor qovug'ini har doim 500 gram, 600 gram, 700 gram siydik yig'gandagina sezadigan bo'lib qoladi. Ya'ni 300 gram, 400 gramdagi siydik qistovi asta-sekin bemorda yo'qola boshlaydi va qovuq siydik bilan to'lgandan so'ng mana bu qismda ma'lum bir klapan mexanizmlari mavjudki, ya'ni qovuqda siydik bilan to'lgandan so'ng shu siydikni qayta orqaga
buyrakka chiqib ketishini oldini oladi va asta-sekin qovoq maksimal to'lib, mushaklar kuchsizlangan so'ng shu klapanlar ishdan chiqadi va bu siydik bevosita to'g'ridan-to'g'ri buyraklarga ham refluksda yuzaga keladi. Ya'ni bu degani siydik buyraklarga qarab qaytadan yuradi va buning natijasida buyraklarda ham shish paydo bo'la boshlaydi va bu narsani gidronefroz holati deyishimiz mumkin. Agarda bu holat uzoq vaqt davom etadigan bo'lsa, asta-sekin buyrak faoliyatini buzilishiga olib kelishi mumkin va bu surunkali buyrak yetishmovchiligiga ham sabab bo'lishi mumkin. Kamdan kam holatlarda bo'lsa ham sabab bo'lishi mumkin. Demak, albatta buyrakdan tashqari doimiy ravishda qovoq cho'zilib, doimiy ravishda prostataga bosim bo'lavergandan so'ng, endi bemorda siygan paytda achishish, siydik qolib ketish hissiyoti, og'riqlar kabi belgilar paydo bo'lishi mumkin. Va bundan tashqari siydikni turib qolishi bu yerda nafaqat bakteriyalarning ko'payishiga, bundan tashqari turib qolgan siydikda turli xildagi tuzlar cho'kmaga tushishni boshlaydi va bu asta-sekin cho'kmalarni bir-biriga birlashishi natijasida siydik qopida turli xildagi toshlar paydo bo'lishi mumkin va bu toshlar asta-sekin siydik chiqayotgan paytda to'g'ridan-to'g'ri siydik kanalini yopib qo'yish hisobiga siydik naporini to'xtab qolishiga ham sabab bo'lishi mumkin. Demak, shuning uchun ham siydik ushlab turish, ham siydik yo'llarida shamollash, ham tosh kasalliklari, ham buyrakning faoliyati, ham prostatani faoliyatiga demak manfiy ta'sir qiladi. O'zi odatda siyishga masalan 1 sutka davomida qancha borish kerak? Agar bemor taxminan har safar borganda 300-400 gram atrofida siydik chiqadigan bo'lsa, 1 sutka davomida ichadigan suyuqligiga qarab hammada har xil bo'lishi mumkin. Demak, eng maksimum berilgan me'yor taxminan bu 7-8 martagacha bo'ladi. Lekin har safar borganda albatta 300-400 gram atrofida siydik chiqishi kerak. Lekin agarda 100 gram, 50 gram, 150 gram siydik chiqadigan bo'lsa, demak bu yerda muammo bor. Chunki qovoq oxirigacha to'lib bilmayapti va 100 gram siydikka ham qistov chaqirib, yana hojatxonaga borishga undayapti va buning ham sababini aniqlash kerak. Shuning uchun ham do'stlar, albatta ishni yoki ibodatni deb ertalabdan kechgacha qovoqni to'ldirib ushlab yurmaslik kerak. Albatta bu narsa sizning sog'lig'ingizga ham zarar hisoblanadi. Erinmasdan hech bo'lmaganda 3-4 soatda qovoqni bo'shatib turish kerak va bu siydik sizni siydik yo'llaringizni tabiiy yuvib, tozalab sizni turli xildagi kasalliklardan asraydi. Demak, agarda sizda xuddi shunday odat bo'lsa, bu odatni darhol bas qiling va bu videomizni boshqalar uchun ham foydali bo'lishi uchun tarqatib qo'ying. Kanalimizga podpiska bosib, like bosib qo'yishni unutmang. Siz bilan doktor urolog Aliyorov Javohir bo'ldi. Salomat bo'ling.